Suvni olamiz, gipsimizga bitta qo'yamiz. Quyganimizdan keyin shunday mashinga qarab quyib yuboramiz. Quyilgandan keyin hamma yo'g'imiz tayyor bo'ladi. Eng qizig'i bu nima masalan, gips tegalarni ishlab chiqarish primo, ya'ni sexiga yetib keldi do'stlar. 1 metrning narxi atik 3000 so'mdan boshlab turib, u yog'iga ketaveradi. Menga eshiromimga kerak desang, komplektini narxi shu turishi 80 ming so'mdan boshlab turib 200 ming so'mgacha bo'ladi. Undan tashqari darvozaxonalarga ham bo'ladi do'stlar. Endi buni metriga qarab turib hisoblashadi. Undan tashqari gullarimiz bo'ladi. Gullarimizni shu turishining narxi 200 ming so'mdan boshlab turib 1 million so'mgacha bo'ladi. Undan tashqari mana bunday tayyor banjaralar bo'ladi. Ya'ni balkonlarga qo'ysalar ham bo'ladi. 1 kvadrat metr hamma yo'g'i ichida ustanovkasi ham bo'ladi. 550 ming so'm bo'ladi. Undan tashqari rim ustunlarimiz bo'ladi. Buni 1 metrning narxiga keladigan bo'lsak, 30 ming so'mdan boshlab turib u yog'iga ketaveradi. Kimgadir qiziq bo'lsa, biz gips tegani primo ishlab chiqarish joyida turibmiz. Agar uylaring katta bo'lsa, SNG bo'yicha uylaringga borib turib qo'yib berish xizmatlari ham bor. Faqatgina u kelishilgan holatda bo'ladi. Kimgadir qiziq bo'lsa, bu aytilayotgan narxlar donaga hamda kvadrat metrga bo'ladi. Agar o'ltimga olib sotib foydalanmoqchi bo'lsangiz, bundan ham arzonroq narxda beramiz deyapti. Biz turgan joy Farg'ona viloyati Marg'ilonda gastronomda turibmiz. Zakaz berish uchun akalarimiz nomerlarini pastda qoldirdik. Foyda oldim sana kelishilgan narxda berishadi.